Azizlar, kun davomidagi charchoqlarni bosish uchun Malika marketga kirdim. Mana yangisi kelibdi Malika marketga. Shotut degan. Bilasizlar, mana bu qishloqda ariqlarda bo'yida o'sadi-ku. Maktabdan qaytishdan bitta kuchsa, qap-qizil bo'lib qoladi-ku. Mana shunaqa shotut. Men qizig'i buni mana ochiladigan joyi ham mana frishtikiga o'xshamagan, bu boshqacha ekan. Bilmadim endi to'g'ri ochamizmi yo'qmi. Oho! Mana. Ana tangim aytib beradi-ku, bitta yeb qo'yib. Men aytib bera olmayman. Agar buni ta'mini bilmoqchi bo'lsangiz, Malika marketga kelasiz, bitta olasiz, maza qilasiz, ishoning. Ertalab tong otganda odam qanday uyg'onadi? Ana shunday tepki bo'lasiz. Hozir yangi gap chiqqan-ku, jaqqa javob degan. Jaqqa javob kelaverasiz.